So'rardimda, nima olib kel? Sog' borib sog' kelsangiz bo'ldi, menga hech narsa kerak emas bo'ladi. Nima olib kelaysan? Mana o'sha aeroportda qolib ketgan jemperimni olib kelib bering dedi. O'zim olib bergan jemper 200 mingga olib berganman-da o'sha jemperni. 200 minglik arzon. O'sha hajga kelganimizda, umraga kelganimizda Jiddada qolib ketgan ekanda bir aeroportda. Shuni endi onajon uni o'rniga olib berdim. Yana olib beraman sizga jonim bo'lsa, nechta jemper keraksan? Ya uni bolam olib bergandi-da deydi, qarang. Bolam olib bergan. O'shani esdan chiqarmaydi, qarang. Ona shunaqa. Masalan, onangizga 200 mingga jemper olib bering, ko'ziga surtab menga maqtaydi. Mana bolam olib berdi. Mana akang olib berdi. Mana ukang olib berdi deyman. 200 minglik o'sha jemperni xotinimizga beraylik, betimizga otib yuboradi. Siz bu akangizni xotinini qarang, kiyib yurgan jemperni mana shunga teng ko'rdingizmi, otib yuboradi betimizga. Üçüncüsini mana unutdim. To'rtinchisini ro'yam etganlar, to'rtinchisini unutdim deganlar. Mana hozir onam rahmatliga xayolimoqchi. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin. Oxiratlar obod bo'lsin. Ana shunaqa savoblar bor. Mana erkak yigitsizlar-ku, ha? Esinglarda bo'lsin. Ota-ona bilan hech qachon quruq qo'l bilan ko'rishmanglar, quruq qo'l bilan. Tushundinglarmi? Mayli qodir bo'lganinglarcha 5 so'm, 10 so'm, 15 so'm, 100 so'm, 50 dollar, 100 dollar, ha? To'g'rimi? Uni berib yubordim demaylar. Alloh taolo ziyodasi bilan beradi. Ziyodasi bilan beradi. Ziyodasi bilan qaytaradi. Xudo uni hech qaqqa bekor qilmaydi. O'sha narsani berish kerak o'sha. Chunki hali bir odam, bir yigit otasini ziyoratiga kelibdi, boshqa uchastkada turadi, kelibdi ko'rishibdi-da, keyin bundoq qilib turib, cho'ntagidan pul chiqarib otasiga bundoq teskari qarab pul sanayotganimizda, shitir-shitir sanasa, dadasi so'rabdi, "Bolam, bu pulni menga berishga sanayapsanmi?" desa, "Ha, dada sizga bermoqchiman" desa, "Menga bersang sanamasdan bergin" degan ekan. Chunki men sanamasdan sarf qilganman senga debdi. Qani erkaklar aytinglar, bolanglar tug'ilganda pampersiga sanadinglarmi? Kashasiga sanadinglarmi? Ishtonchasiga, navorojjonnisiga sanadinglarmi? Kastim shimiga, jemperiga sanadinglar, qaysi biringlarda ro'yxat bor? Qani? Qaysi biri sanadinglar? Sanamadinglar-ku. Endi otaga kelganda sanaymiz bu. To'g'rimi? Hali yigitlar bor, tijorat qiladi. Yana ko'p puli. Olib keladi xotin deydi. Xotin labbayada jonisi deydi. Chunki uni qo'lida bor-da. Labbayada jonisi deydi. Bor uni qo'lida unga beradigan. Labbayada jon. Ertaga to'xtab qolsin. Men sizga tegib nima ko'rdim deydiganlar bor. Hamma emas, lekin shunaqalar bor. Shunaqa qiyinchilik paytlarda eri bilan yelkama-yelka turadiganlar bor. Alloh rozi bo'lsin. Jonini fido qiladigan ayollarimiz bor bizlarda. Alhamdulillah. Bir odam toparmon ekan, shu har kun olib kelar ekan, xotiniga har kun olib kelaverar ekan, berar ekan, har kun xotiniga berar ekan. Bu endi quruq keladigan kun, quruq kirib kelsa, bundoq qarab tur. "Voy dadasi, ko'zingiz g'ilaymi?" degan ekanda. O'sha qo'liga berurga, qo'liga qarorgandan ko'ziga qaramagan ekan. O'shandan keyin qarabdi-da, ko'zini g'ilayligini. Ashundaqalar ham bor. Xudo asrasin. Endi xotin kishi mana shu Xadicha onamdan ibrat ol. Xadicha onam, Oysha onam, o'sha qizlari Fatima onalar to kitoblar bor. O'sha kitoblarni olinglar. O'sha kitoblarni farzand navaralarga o'qinglar yoshliklardan. Chunki o'sha Varaqat ibn Abi Nafal Injil, Tavrot, Zabur o'qir ekanlar. Rasulullohning sifatlari kelgan oyatlarni o'qir ekanlarda Qur'on. Xadicha onam 10 yashar qiz ekanlarda, shu Rasulullohning sifatlarini eshitganda, "Ya Alloh, meni shu payg'ambaringning zamoniga kifoya qilsang, umrim yetsa, shu kishining nikohlariga o'tib bir xizmatlarni qilib seni rozi qilsam" deb niyat qilar ekanlar. Qarang, yoshliklarida o'sha niyatlari qabul bo'lib 40 yoshlarda 25 yashar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tegib, chunki qani qaysi biringlar 40 yashar
ayolni o'ylantirmagan bolalarga olib berasizlar. Kim olib beradi? U bormi erkaklarda? Men olib berardim. Hadicha onamday bo'lsa agar. Hadicha onamdagi bo'lsa olib berardim. To'g'rimi? Domla. Bilasizmi boshqa yo'qligini? Ayollarni jannatga kirishligini Xudoy taolo shunchalik oson qilganda, shunchalik oson qilgan. Bitta kirib ketadi. 5 mahal namoz, 5 mahal. Ramazon ro'zasi, ha? To'shagini boshqa erkaklarga bostirmaslik, ha? Eri rizosi. Tamom. Bo'ldi. Xohlaganidan. O'sha Hadicha onamning qabrlariga borganda unda obrazda ko'rsatdimi salpal. Xuddi o'shanda qilib tanlab kirish imkoniyati bor. Ya bunisidan emas, ya bunisidan. Ya bunisi ham yo'q, bunisidan kiraman. Bunisidan 8 yil. Ya boyagi yaxshi ekan, boyagisidan kiraman. Xohlaganidan kiradi. Erkaklarga bunaqa imkoniyat yo'q. Shuning uchun ayol kishi tiliga ehtiyot bo'lsin. Tiliga hushyor bo'lsin. Hech qachon erini bolalari oldida yomonlamasin. O'zidan shunaqada, o'zidan mana undaqada demasin. Bir birodarlarimiz bor. Onasi bolalariga og'zini ochirmadi. Otasi g'irt alkash bo'lib ketdi. Lekin og'zini ochirmadi. Nimaga? Hushyor bo'llaring, esingda bo'lsin, ko'zingni och. Bu el alkash deyotgan odam seni otang dedi. Agar shu otangga gap qaytarsang, otangga tik qarasang, bergan sutimga 2 dunyoda rozi emasman deb katta qildi o'g'il. Haqiqatda qaramadi. Mana hozir bolalari butun dunyo shulari qo'lida. Oqib keladi. To'g'rimi? Bu adang bilan dadang bilan muammo men bilan dadang o'rtasida sallari ishing bo'lmasa aralashma. Otangni hurmat qil. To'g'rimi? 8 ta befazilat ayollar bor, shulardan bittasi bolalariga adasiga nisbatan qalbida nafrat uyg'otadigan ayollar deganlar. Umuman fazilatdan bebahra, jannatdan benasib ayollar bittasi bolalariga otasiga nisbatan nafrat uyg'otar ekan. Keyin nima deydi? Siz ota bo'lib nima qilib berdingiz menga? Bitta mashina olib berdingizmi yo dang'illama uchastka qilib? Ana o'rtoqlarimni dadasi menga andaq qo'ydi, andaq qo'ydi. Dunyodagi iflosi eng iflosi bo'lsin otamiz, lekin biz uchun ota bo'l, eng yaxshi inson bo'lish kerak. Kim bo'lganda biz otamizni qilmishiga javob bermaymiz. To'g'rimi? Bizlarning burchimiz Xudoy taolo xizmatga buyurdi, hurmatga buyurdi, o'shani qilishimiz kerak. Tamom. Otamizdan uyalmaylik. Otamizdan orlanmaylik. Mana hozir qariyalar uyiga boring, xohlagan joyda respublikada. Aksariyat qariyalar uyida musulmonlar hozir. Men kirganman, so'raganman. Bolalaringiz bormi? Bor. Bolalaringizni duo qilasizmi? Duo qilaman-da, bolam-ku deydi. Nima deb duo qil? Ataylab so'rayman. Nima deb duo qilsa? Parvardigor, meni shu yerga olib kelib qo'ygan bolalarimni, bolalari shu yerga olib kelib qo'yganini ko'ray, ashunda bearmon o'laman deyapti. Shu duomi bu? Bu qarg'ish bu, to'g'rimi? Duoibat bu. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Mana shu yerga muhabbat bilan chiqdik. Pastda charchab qolganlar bor. Ularni ham to'g'ri tushunamiz. Dardi bor bo'lmasa, ular ham chiqardi. Sizlar ham mana shu yerga oson bo'lgani yo'q chiqishinglar, mashaqqat. Endi buni foydasi nima? Ertaga masalan bir qarindoshlarikida aqiqa, mahallada to'y bo'lganlarda erkaklar jumaga borganda imomlar birinchi oyat nozil bo'lgan, xiroda nozil bo'lgan deydi. Gapiradi, to'g'rimi? Shundoq gapirganning o'zida sizga mana shu tasavvuringizga, ko'z oldingizga keladi. To'g'rimi? Mana masalan borganinglardan keyin so'raylar, o'sha oldinroq kelib ketganlardan so'raylar, opa singillardan, xola, amma, tog'alardan so'raylar. Chiqqanmisan sen? O'tdan ko'rsatib ketadi. O, tirasa bor-ku. Ana xiro deydi. Ana xiro deydi.
yana ikkitadan so'rasam bitta firmadagilar aytadi 50 boshimiz yotga chiqish mumkin emas. Nimaga mumkin emas? U yerga chiqqan odam Rasulullohning qadamlariga qadam qo'ygan bo'ladi, beodoblik bo'ladi debdi. Voy shunchalik taqvodor ekan 50 boshing. Agar Rasulullohning qadamlarini bosish mumkin bo'lsa, Ka'bani atrofida nima qilib yuribsan tavof qilib? To'g'rimi? Ravzada nima qilib yuribsan? Rasulullohning qadamlari. Biz qadamma-qadam yurishimiz kerak Rasululloh. O'sha Nozimjon domla bo'lardi. Madinada. O'sha ishchi guruhda. Bitta zo'r gapni gapirdi. Biza Rasulullohni Uhud jangida yaralangandan keyin Uhud orqasiga chiqqan bir g'or bor-da, g'orni bekitib tashlagan hozir. Shilaka bo'ladi. Nega? Rasulullohning asl hitlari kelib turadi o'sha yerda. O'zi oldingi safar chiqqanda o'zi o'tgan har 15 kun 10 kunda salarga quyib turadi Saudlar o'sha hidini ketkazish uchun-da qarang. O'sha kechikib ketganmi, hidi chiqib turibdi-da, hidi. Shunaqa muattar, dunyoda unaqa hidi yo'q-da. Jinni bo'lib qolasiz hididan. Ashirga chiqqanimizda aytdilarki, bizlar ummat o'laroq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qadamlari dunyoni narigi chekkasiga borganmiz ham boramiz dedilar. Borish kerak ekan. To'g'rimi? Biz nimaga keldik bu yerga? Nimaga? Nima? Yotishgami? Bu yerda bir sayohat qilaylik desangiz bir chiroyli joylar ham yo'q bundoq qaragan, to'g'rimi? Bir salqin, haligi xo'p o'zimizda haligi Nanayda, Namanganda, Nanaydagindagi yo Bo'stonliqda Sijjak, Bo'chka deymiz-ku, o'shandaqa joylar ham yo'q bir mazza qilib yuboradigan. Mana qaysi biriz mana masalan qancha dunyoni joylarini ko'rgansiz shahar. Birortasi ayta olasizmi? Yo men borgan joylarim bu yerdan zo'r ekan deya olasizmi? Deya olmaysiz. Desangiz ham yolg'onchi bo'lasiz. Nega? Chunki hech bir dunyoni biror joyda yo'qki, bir rakat o'qigan namozga 100 ming rakat namoz savobini beradigan joyi. Makka tulloda bir mahal namoz o'qisangiz 55 yil 6 oy 20 kun namoz o'qiganning savobini beradi. 55 yil 6 oy 20 kun. Sanog'igacha chiqarib qo'yganda arxivga. Bunaqa joy qayerda bor? Hech qayerda yo'q. To'g'rimi? Qayerda suv bor? İchsangiz qorningizni to'yg'izadigan, ichsangiz chanqog'ingizni bosadi, ichsangiz shifo bo'ladigan. Hech qayerda yo'q. To'g'rimi? Duoli ijobat bo'ladi. Men aytam, duo ijobat bo'ladigan joyda inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Navoiyjon charchaladingizmi? Shukr alhamdulillah. Hoji aka qalaysiz? Endi uyqudan turibsiz shekil.